hozir sizlarga 5 bosqichdan iborat bo'lgan yuz parvarishlash etaplari bilan tanishtirmoqchiman. Bu etaplar yuzimizdagi dog'larni ketkazish demak nabori hisoblanadi. Meni ismim Samandarova Shahlo, Faberli kompaniyasida starshi direktor bo'lib ishlayman. Birinchi bosqich bu o'zi yuz parvarishlash 5 etapdan iborat. Birinchi etap bu tozalash. Undan keyin tonik, undan keyin kunduzgi krem, bu namlantiruvchi kremlarga kiradi. Kechqurundagi krem bu oziqlantiruvchi kremlarga kiradi va demak niqoblar, maskalar, skrablar, pilinglar kiradi. 5 etap. Hozir sizlarga birinchi etap bu yuzni gel umuvani yuzni yuvamiz. Birinchi ochratda yuzimizni tozalashimiz kerak. Kosmetikadan ertalab turganimizdan keyin baribir ham kechasi bilan uxlaymiz, regeneratsiya bo'ladi. Yuzimizga qanaqadir baribir toksinalar chiqadi. O'sha toksinalarni yuvib tashlashimiz kerak bo'ladi. Особенно yog'li yuzlar uchun. Bu bilan gel bilan yuvib tashlaymiz. Undan keyin bu suvchasi tonikni paxtachaga qo'yib turib olib, demak yuzimizni namlaymiz. Yaxshilab namlagandan keyin mana bu demak dog' ketkizuvchi SPF 15 lik kremimizni surtamiz. Lekin mana shu naborlarimiz juda ham zo'r ta'sir qilishi uchun men sizlarga hozir peeling haqida ma'lumot bermoqchiman va uni ishlashi haqida ko'rsatmoqchiman. Bu peeling bizani eski to'qimalarimizni tushiradi. Juda ham zo'r, chunki bizani yuzimiz har hafta nima deydi, har haftada 2-3 barobar qalinlashadi. U bizlarga ko'rinmaydi. Bizlar kiyimni yechamiz, kiyamiz, cho'milgan paytimiz qanaqadir eski to'qimalar tushadi, lekin oxirigacha to'qimalarni bizlar tushira olmaymiz. Kiyim bilan, suv bilan, gellar bilan. U uchun alohida niqoblar bor, skrablar bor va Faberli kompaniyasida ishlab chiqarilgan koreyskiy liniyamizda Isiul seriyasidan juda ham ajoyib, yog'li, quruq yuzlarga to'g'ri kelayotgan peelingimizni hozir sizlarga ko'rsataman. Bu juda ham zo'r ta'siri. Buni siz ishlatganingizdan keyin yuzingiz nafas oladi, eski to'qimalar ketadi va o'zi yuzingizning holati o'zgaradi-da, ta'siri ham o'zgaradi. Просто даже ощущенияsi boshqacha bo'ladi. Mana qaranglar. Mana hozir men teparog'ini ham qilaman. Mana qaranglar. Bular eski to'qimalarni tushiryapti, ko'ryapsizmi? Mana. Xuddi kir chiqqanday. Ko'plar o'ylaydi, "Voy, men kir ekanman" deydi. Bu kir emas. Mana ko'ryapsizmi? Bu eski to'qimalar. Xuddi shunday to'qimalarni yuzimizdagi to'qimalarimizni tushiradi. Yuzimizda qanaqa to'qimalarimiz bor? Qayerlarda yuzimizda to'qimalar ko'p joylashgan? Qayerda? Juda ham ko'p mana burnimizda oldida yig'ilib qoladi, burnimizda ustida, mana bu yerlarimizda yog'li joylar bo'ladi. O'sha yerga eski to'qimalar yig'ilib qoladi-da. Mana qaranglar-da, qanday tushyapti, ko'ryapsizmi? Mana shunday sizda eski to'qimalar tushadi yuzingizdan ham, xuddi shunday. Shu uchun mana shu gel peeling juda ham zo'r. Buni tavsiya qilaman. Buni grammi 100 gram sizga bir kishiga bu gel peeling ishlatiladi. Haftaga 2 marta da yetadi. Haftaga 2 marta sizga почти 8-9 oyga yetadi. Shunday ekonomichniy-da. Ko'rdingiz, ozgina oldim. Ko'rdilaringmi? Shunchalar bu yuzingizni top-toza 5 minut yuzingizni yaxshilab massaj qilib, mana shu eski to'qimalar tushirasiz. Undan keyin siz olasiz u surtasiz nochnoy krem. Kechqurundagi xuddi shunday oziqlantiruvchi nochnoy krem olasiz va kechasi bilan yuzingiz sizda regeneratsiya bo'ladi. Bizlar uxlagan paytimiz organizm ishlaydi. Ishlagan payti sizni yuzingizda agar kosmetika qolgan bo'lsa, kosmetika kirib ketadi-yu yuzingizga ajinlar tushiradi. Agar siz yuzingizni yuvib turib, oziqlantiruvchi, nima deydi, lifting beruvchi kremlar surtsangiz sizni yuzingiz yosharadi va ertalab turgan paytingiz har kuni ertalab sizni o'zingizga qarab turib to'ymaysiz. Chunki yuzingizni rangi ham, nurlari ham hammasi o'zgaradi. Jilovlanib ketadi. Shu uchun sizga tavsiya qilganim именно demak dog'larni ketkizuvchi очищающий gel, tonik, dog' ketkizuvchi kunduzgi krem, quyoshdan saqlaydi, dog' ketkizadi va sizga peeling. Bu обязательно. И 25 yoshdan oshganlarga обязательно kechqurundagi oziqlantiruvchi kremni tavsiya qilamiz. Hammaga rahmat.